Mana hozir sizlarga video qilib chiqardim. Xalqim, mana kuzatib borgan bo'lsanglar, mana shu gaz ballondan qilyapman. Mana oddiy. Hech narsa qilganim yo'q. Mana quruq. Mana buni tilla ekanda boyagi. Mana bu temirdagi. Mana temirdak tilla ekan, mana eritganlarimni ko'rayotgan bo'lsanglar. Ana endi mana shunaqa ko'rib qolsangiz, ana shunaqa medal orqasi sariq bor, mana temirchasi. Igna bandli, yana tushuntiryapman. Igna bandli. Yana bitta narsani tushuntiraman sizlarga. Mana shu oq parashokli dur deydi. Tillarga agar shu narsani qo'shmasa mana bunday chiqmaydi. Mana eritganlari bir tillik bo'ladi. Xalqim, shoshilmay qilinglar. Ana bunday chiqsa o'zlaringizga yaxshi. Men ham xursand bo'lay, sizlar ham xursand bo'laysiz. Mana arzor qilganim shunday iborat. Endi mendan rozi bo'lsanglar bo'ldi, xabarchilik bo'lmanglar. Men sizlarga yana ham tushuntiraman. Dur bo'lmasa, ana bu alovga qizdirganlar befoyda. Ana alovda mana garilkani yaxshi berish kerak alovni. Rosa qizitish kerak. Qizgandan eriydi, titrab ketadi. Hozir men ko'pinikini e'tibor beryapman. Qila olmagan, quruqdek quruq. Yo bo'lishga bo'lib qolgan, yo xamir bo'lib qolgan. Uni alovni bersa dim-dimaloq bo'ladi. Xuddi ana shaklda bo'ladi, mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Xuddi ana shaklda bo'ladi, dim-dimaloq bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana xalqim, yana e'tibor beringlar-da. Mana ko'rdik. Mayli, sog' bo'linglar. Uchrashgancha kommentariyaga layklarni ham bosib qo'yinglar, sizlardan iltimos. Sizlarni kutib qolaman, amalarni hurmat, izzat qilib yaxshi ko'raman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, tojik bo'lasizmi, qirg'iz bo'lasizmi, o'zbek bo'lasizmi, mayli borisini ham o'risi bo'lasizmi, farqi yo'q bizga. Men qo'limdan kelgancha mana azrorini ko'rsatyapman. Sizlarga boyana ham aytaman, hammalarni yaxshi ko'raman, hurmat, izzat qilaman. Xalqimni shu Rossiyaga bormasin, shu azrorini shu video qilib chiqaryapman. Bundan ham xudo xohlasa bombasini chiqaraman. Attishi anolarni, platalarni qanaqadir ko'mish qanaqa bo'ladi, hammasini sizlarga azrorini qo'yib boraman. O'zlar bilib qolsanglar, men xursand bo'lay. O'zimizni qaysi bir chet mamlakatga ketib boryapti, toshib ketyapti, boshqa qilyapti. Men kuzatyapman-da. Iloji bo'lsa shu boyliklarni mana shunday menday qo'llaringizga olinglar. Mana shunday. Mana bugun mana 14-chislar, mana aprel. Mana hozir qilganim ko'rgan bo'lsanglar, mana azor mana chiqarib beryapman. Bittasi sizlarga azordan kislasa deganim, bittasi mana bu medalligi. Mana ko'rgan bo'lsanglar. Mayli, sog' bo'linglar. Sizlarni kutib qolaman kommentariyaga. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana haqiqat. Ana